siqib qoling. Ko'zinglarni yuminglar. Chuqur nafas olib, nafas chiqaringlar. Har nafas olayotganingizda butun dunyoni go'zalliklari, Alloh yaratgan chiroyli mo'jizalar shu nafasingiz bilan kirib kelayotganini his qiling. Chuqur nafas olinglar. Nafas chiqarayotganda esa tug'ilganingizdan to bugun shu ongacha bo'lgan g'azab, alam, nafrat, xafagarchiliklar, aybdorliklar, gunohkorlik, qo'rquv, vahima, pulsizlik, qarzdorlik va hokazo hammasi chiqib ketsin. Shunchaki ruxsat bermang. Ruxsat beraman. Roziman deb takrorlang. O'zingizga ham ruxsat bering. Men Muqaddasxon siz bilan ishlab, pasiyansiz birga bo'lishimizga ham ruxsat beraman. Roziman deb takrorlang. Chuqur nafas olib, nafas chiqarasiz. Tasavvur qiling, siz juda ham boy ayolsiz. Boyvachcha xonimsiz. Ruhan to'la hayot ichida yashayapsiz. Shunchaki his qiling, tamom. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Atrofingizda hozir aytganingiz juda ham ko'p gullar bor. Tasavvur qiling, shunaqa zo'r joydasiz. Atir bor, shunaqa ham zo'r iforlar kelyapti. Atrofingizda shunaqa ham zo'r nozik gullar, atirlar, shunaqa kafelarning hidi, qayerdadir morojniy, pirojniy, kofening hidimi farqi yo'q. Juda ham boy hid kelyapti. His qiling. Shunaqa ajoyib hid atrofingizda. Chuqur nafas olib, nafas chiqarib his qiling. Bu hid bilan qorilish aralash bo'lib ketyapti. His qilib nafas oling va o'zingizga takrorlang. Men bu hayotga loyiqman, takrorlang. Men bu hayotga munosibman, takrorlang. Men bu hayotni qabul qilaman, tan olaman deb takrorlang va bunga minnatdorman. Nima niyat etkingiz kelsa, chiroyli holatda his qiling. Xohlasangiz telefoningiz ekraniga, xohlasangiz daftarlaringizga yoki o'sha uyingizdagi oynani oldiga chiroyli boylikni ramzini xohlasangiz chizing. Chiroyli holatda. Xayolan bu mana shu hali simvol dedim, nima deydi o'zbekchasiga esimdan chiqdi men bor o'zi. Mana shu boylik, go'zallik, o'sha yaxshi ifor, hid bilan birga sizga hamma imkoniyatlar eshigi juda ham cheksiz ochilayotganini his qiling va hayotimga tortib olyapman, his qiling. Tortib olayotganim uchun minnatdorman. Takrorlang. Men boy hayotni nafaqat istayman, balki uni his qilib yashayapman. Takrorlang. U meni hayotimga kirib keldi. Takrorlang. Boy, farovon, zo'r boy hidda aromaterapiya deydi, nima deydi? O'sha iforda yashayotganingizni his qiling. His qiling. Farovonlik qabul qiling. Men farovon hayotni qabul qilaman. Men bugun muvaffaqiyatga, muhabbatga, boylik uchun ochiqman. Takrorlang. 3 marta, 7 martalab takrorlang. Farovonlik esa sizga tegishli, mulk-ko'lchilik sizga tegishli. Shu bugun shu ondan boshlab qabul qiling. Tashqaridan emas, ichkaringizdan ichki qalbingizdan boshlanadi. Bekorga hali qalb guli haqida gapirmasdik. Bugun siz uni chaqirib oldingiz. His qiling. Men farovonlikka arziyman, loyiqman, munosib bilan takrorlang. Men uni hayotimga kiritishga tayyorman, takrorlang. Xuddi oppoq nur sizni tozalab, o'sha kambag'allik ongidan, bloklaringizni ketqizyapsiz, siz tayyorsiz-dek, o'sha boy hid, boy hayotning hidi hayotingizga o'sha atir bilan, o'sha yoqimli iforlar bilan, misol uchun efirni hid bo'ladimi, kimda mushkambar hidi, kimga atirgul hidi, kimga kofe, yaxshi shirin ovqatlar kirib kelaversin. His qiling. Mana shu hid meni boy, go'zal hayotim energiyasi, takrorlang. Motivatsiya bering o'zingizga. Qanaqa hid taratsangiz ham sizni hayotingizga tortayotganingizni his qiling. Boylikni his qiling. U sizni kelib topsin. Topayotganini ko'ring. Ruxsat bering. Mendan boyi hidi keladi, energiyasi taralyapti. His qiling. Va hamma shuni his qilayotganini ko'ring, ko'ra oling. Bu meni energiyam, bu hid meni energiyam, bu mo'l-ko'lchilik, serobgalik, farovonlik chaqiryapti. His qiling, takrorlang.
farovonlik so'zlarini mazza qilib yaratyapsiz. Imkoniyatlar ochiq. O'zingizga ofarin deng, sen zo'rsan deng. Hadyalar, gullar, pullar, sovg'alar kelyapti. Siz har bitta so'zingiz mana hozir shu joyda ekyapti. Shu boy so'zlaringiz bilan farovon hayot yaratsiz. Boy hayot mevasini beryapti bu. His qiling. Men farovonlik so'zlarim hayotimni go'zal qilib, menga shunaqa zo'r hitlar, boylik oqib kelyapti shu bilan birga. His qiling. Suv ichayotganingizni ham shu suvga ham energiya bering. Bu suv mani boy so'zlar bilan kodlashtirilgan. Men uni ichaman, energiyaga to'lib, boylikka to'lib tashlayman. His qiling. Sekin qultimlab ichasiz suvni. O'sha orqali hayotingizga boylik kirib kelayotgan. Shunchaki his qiling. Pul bilan do'stlashing. Pulga rahmat bildiring. Minnatdorchilik bildiring. Rahmat deng pulga. Rahmat. Sen ketasan va yana ham ko'p bo'lib kelasan. Pul shunaqa. Hech qachon pul ushlab turmaylik. U ketadi va yana ko'proq bo'lib keladi. His qiling. Aytganimdek, har bitta kelgan pulga 100 so'mmi, 1000 so'mmi, 10 mingmi sizga yana ham muhabbat bilan, sevgida chiroyli holatda kirib keladi. His qiling. Pul yomon emas, u sizga yordamchi, u sizga xizmatchi, u do'stdek bo'lib qolsin sizga. Qayta kelaversin, ketsin. His qiling. Pul bu zo'r. His qiling. O'sha boylik ifor bilan sizga baxt, omad, xursandchilik, sevgi kirib kelayotganini his qiling. Pulni do'stdek qabul qiling, minnatdorchilik bildiring, pul bilan do'stlashing. Bir-birimizdan rost yaxshi ko'ramiz. Pul men bilan do'st deb his qiling, takrorlang. Go'zalligingizni his qiling, atrofingiz to'la yana go'zalliklar bilan. Men bu go'zalliklarga arziyman, takrorlang. Bundan-da go'zal hayotga men loyiqman. Go'zallik, boylik eng yuqori shakli. Men unga ochiqman, loyiqman, tayyorman. Munosib bilan takrorlang. Munosibligingizni, loyiqligingizni his qiling. Men go'zal, farovon hayot uchun yaratilganman deb takrorlang. His qiling. Muhabbat bilan siz 1 so'm pul berdingiz, sizga 10 so'm bo'lib keldi. Siz 100 so'm berdingiz, sizga 1000 so'm bo'lib keldi. Siz 1000 so'm berdingiz, sizga $100 bo'lib keldi. Siz $100 berdingiz, sizga $1000 bo'lib ketdi. His qiling, hayotingizga pullar oqimi kelib ketayotganini, pul mana shunaqa narsa qancha ko'p aylansa, shuncha zo'r keladi. Boylik oqimi kelayotganini his qiling. Boylik oqimi mendan boshlanyapti. His qiling. 10 baravar qaytaring. Berish, olish, ochish degani. Eslab qolinglar. Berish, olish, ochish degani. Siz nimani ixlos bilan bersiz, u yana ham ko'payib keladi, unutmanglar. Ehson qilasiz, farovonlik oqib keladi. Qaytadigan energiya bu pul, bilib qo'yinglar. Sevgi ham xuddi shunaqa. Hammasini qabul qildim deb takrorlayman. Men bugun farovon hayotga ochiqman, loyiqman, tayyorman, roziman deb takrorlang. Farovonlikni qabul qilyapman. Men bunga loyiqman, takrorlang. Hayot, borliq sizni tinglayapti. Sizni kuzatadi. Sizni ichingizdagi, qalbingizdagi hammasini ko'rguvchi, bilguvchi Alloh bor. Siz nima desangiz, nima qilsangiz, sizga shuncha baravar cheksiz qaytib keladi, unutmanglar. O'shanga mos xos sizga eshiklar ochiladi, unutmanglar. Imkoniyatlar ochiladi, darvozalar keng ochiladi, bilib qo'yinglar. Farovonlik, mulkchilik, serobgarchilik, baraka meni tabiiy holatim. Takrorlang. Men unda yashayveraman. His qiling, qabul qiling, tan oling, qalbingizdan, hayotingizdan joy bering, minnatdorchilik bildiring. Chuqur nafas olib, nafas chiqarib, hozir shu yerga, shu onga qaytib ko'zlaringizni oching. Xo'p, kim nima his qildi?